Mana bugun Chernusevskiy bog'idan o'tyapman. Bu juda ham katta bog'. Yozda shunaqa chiroyli bo'ladi deydilar. 2018-yil mana shu bog'ga kelib dam olib ketardim. Ishdan chiqqanimda bu xodimlik kunlarida. Yerlar muz, qor yoqqan. Va nihoyat Sankt-Peterburgga ham qor yog'di. Ana shu ko'rinib turgan, yaltirab turgan uy. Blok restoran. Bu restoranda ham ishlaganman. Mana kech bo'lishiga qaramay hamma yoq yop-yorug'. Istirohat bog'lari ham yorug'. Mana xalq aylanib yuribdi ko'chada. Shunday sayr qilib yurishdi. Hordiq chiqarishib. Mana bu Blok restorani. Mana hozir men Chernusevskiy metrosiga qarab yuraman. Mana katta sentralniy yo'ldan chiqib olsak Chernusevskiy metrosiga yetaman. Mana istirohat bog'idan ham chiqyapmiz. Xohlasa metroga yetamiz hozir. Mana istirohat bog'i.